Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Organizmda insulin gormonining fiziologik faoliyati yetishmaganida bemorlarda qandli diabet yuzaga keladi. Bugungi darsimiz davomida biz siz bilan ikkinchi tip qandli diabetning rivojlanish patofiziologik mexanizmi xususida o'rganamiz. Xo'sh, o'zi insulin qayerda ishlab chiqariladi va u organizmda qanday ta'sir ko'rsatadi? Mana bu yerda bizda me'da osti bezi tasvirlangan. Me'da osti bezi tarkibi o'zi egzokrin va endokrin qismlardan iborat. Uning endokrin qismi mana bunday Langerhans orolchalaridan tashkil topgan. Langerhans orolchalarida alfa, beta hamda delta hujayralari bo'ladi. Alfa hujayralar glukagon, beta hujayralar insulin hamda delta hujayralari somatostatin gormonlarini ishlab chiqaradi. Xo'sh, aynan bizga kerak bo'lgan insulin gormoni organizmda qanday ta'sir ko'rsatadi? Biz ovqatlanganimizdan keyin mana shu ovqat tarkibidagi oqsil uglevod va lipidlar parchalanib, ular monomer ko'rinishida qonga so'riladi. Uglevodlarning parchalanishidan ko'p miqdorda glyukoza hosil bo'ladi va bu glyukoza qonga so'riladi. Natijada qonda glyukoza miqdori ortadi. Glyukoza miqdori ortganida bu o'zgarish mana bu yerda joylashgan beta hujayralar tomonidan seziladi va beta hujayralar qo'zg'alishi orqali qonga ko'p miqdorda insulin gormonini ajratib chiqaradi. Bu insulin gormoni qonga ajralganidan keyin bir qancha to'qima va organlarga ta'sir ko'rsatadi. Ularni mana bu sohada ko'rib olishimiz mumkin. Bu to'qima va hujayralarning o'ziga xos jihati shundaki, bu to'qimalarda insulin retseptorlari joylashgan bo'ladi. Demak, mana bu retseptor bizda insulin retseptori ekan. Aynan mana shu insulin retseptoriga insulin kelib bog'lanadi. Nima uchun aynan bu to'qimalarda bizda insulinga bog'liq bo'lgan retseptorlar mavjud? Sababi organizmda glyukoza miqdori yuqori bo'lganida organizm mana shu glyukozani zaxiralab qo'yib, boshqa payti o'ziga kerak bo'lgan damda undan energiya sifatida foydalanishni istaydi. Shuning uchun ham aynan jigarda glyukoza glikogen ko'rinishida, yog' to'qimasida esa yog' ko'rinishida va skelet mushaklarida ham glikogen ko'rinishida zaxiralanadi. Aynan mana shu insulin retseptorlariga mana bu ajralgan insulin gormoni kelib bog'lanadi. Bu insulin retseptorlariga insulin gormonini bog'lanishi natijasida insulinga bog'liq bo'lgan glyukoza transportyorlari ishga tushadi. Bu transportyorlarning nomi bizda GLUT4 deb ataladi. Va bu GLUT4, ya'ni insulinga bog'liq bo'lgan glyukoza transportyorlari bizda jigar, yog' to'qimasi hamda skelet mushagida joylashgan bo'ladi. Mana shu GLUT4 hisobiga insulin miqdori ortganida bu to'qima va hujayralar tomonidan glyukozaning o'zlashtirilishi ortadi va o'z navbatida yog' to'qimasi shakllanishi va glikogen sintezi ortadi va glyukoza endi organizmda zaxira ko'rinishida saqlanadi. Natijada mana shu o'zgarishlar hisobiga qonda glyukoza miqdori kamayadi. Qonda glyukoza miqdori kamayganida o'z navbatida insulin ajralishi kamayadi va glyukagon, ya'ni mana bu alfa hujayralar tomonidan glyukagon ishlab chiqarilishi ortadi. Endi glyukagon mana bu insulinga teskari ta'sir ko'rsatadi va u endi qonda glyukoza miqdorini oshirib berishga harakat qiladi va mana shunday ta'sir ko'rsatadi. Bu yerdagi insulinning vazifasini xuddi mana bu qulf va kalitga o'xshatish mumkin. Ya'ni organizmda glyukoza miqdori ortganida mana bu retseptorlar bizda xuddi qulf vazifasini bajaradi. Ya'ni glyukoza qancha yuqori bo'lsa ham mana bu qulf, ya'ni retseptorlar hali yopiq. Shuning uchun bu glyukoza qondan hujayralarga o'ta olmaydi. Bizga mana bu kalit kerak bo'ladi. Bu kalit esa mana bu insulin gormoni hisoblanadi. Insulin kelib retseptorga bog'lanadi. Xuddi kalit qulfga kirib, qulfni ochgani kabi. Natijada mana shu insulin retseptorini aktivlasa, bizda GLUT4 ishga tushadi va qondagi glyukoza hujayralarga o'tadi. Birinchi bosqich bu beta hujayralardan insulinning ishlab chiqarilishi.
Ikkinchi bosqich esa aynan insulin retseptorlariga insulinning ta'sir ko'rsatishi. Birinchi bosqich bizda birinchi tipdagi qandli diabetda izdan chiqadi va mana shu beta hujayralardan insulinning yetarlicha ishlab chiqarilmasligi natijasida bemorlarda birinchi tip qandli diabet yuzaga keladi. Ikkinchi tip qandli diabetda esa mana bu mexanizm buziladi. Ya'ni bemor organizmida insulin miqdori yetarlicha bo'lishiga qaramasdan bemorlarda insulinga nisbatan rezistentlik yuzaga keladi. Va aynan mana shu rezistentlik hisobiga mana bu retseptorlar insulinning ta'sirini sezmay qoladi. Va buning natijasida bemorlarda ikkinchi tip qandli diabet yuzaga keladi. Ikkinchi tip qandli diabet yuzaga kelishining bir qancha xavf omillari mavjud. Birinchi xavf omillari bu genetik omil hisoblanadi. Ya'ni bemorni nasliy anamnezida ota-onasi yoki bobo buvi yaqin qarindoshlar ichida ikkinchi tip qandli diabet bilan kasallangan insonlar bo'lsa, bu inson ham xavf guruhiga kiradi. Ammo ikkinchi tip qandli diabet rivojlanishi uchun bemorda qo'shimcha boshqa xavf omillari ham bo'lishi kerak. Bu o'z navbatida semizlik, gipertenziya ya'ni yuqori qon bosimi va yosh ulg'ayishi ya'ni qarish hisoblanadi. Mana shu omillar ham o'z navbatida bemorlarda insulinga rezistentlik rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Demak, nima uchun aynan mana shu insulinga rezistentlik rivojlanishining mexanizmi hozircha fanga noma'lum, ammo bir qancha nazariyalar mavjud. Va bu nazariyalardan birini biz siz bilan semizlik xavf omili misolida ko'rib o'tishimiz mumkin. Tabiiyki, semizlik bemorlarda o'z-o'zidan yuzaga kelmaydi va ortiqcha tana vazni, ya'ni semizlik ham bu kasallik hisoblanadi. Semiz insonlar tez-tez ovqatlanishga ehtiyoj sezadi. Demakki, ularning organizmiga, ya'ni qoniga doimiy ravishda glyukoza tushib turadi. Bu glyukoza miqdorining ortishiga javoban mana bu beta hujayralar tomonidan insulin ishlab chiqariladi. Insulin doimiy ravishda insulin retseptorlariga ta'sir qilib turadi. Vaqt o'tishi bilan mana shu retseptorlarning insulinga nisbatan sezuvchanligi kamayadi. Ya'ni qonda insulin bo'lsa ham bu retseptorlar insulinning ta'sirini sezmaydi va tabiiyki bu retseptorlarda insulinga rezistentlik yuzaga keladi. Mana shu jarayonni bir misol orqali tushuntirib berishga harakat qilaman. Agarda biz bosh kiyim, ya'ni kepka kiyadigan bo'lsak, dastan avval bu bosh kiyim bizga noqulaylik tug'diradi, ammo 10-15 daqiqa o'tganidan keyin bosh kiyimning boshimizda ekanligi ham esimizdan chiqib qoladi. Buning sababi mana shu retseptorlarning doimiy ravishda to'xtovsiz ta'sirlanishi natijasida ularning demak ta'sirga nisbatan sezuvchanligi kamayadi. Va bu adaptatsiya hisobiga mana shu bosh kiyimning boshda ekanligi ham sezilmay qoladi. Aynan semizlik mavjud insonlarda ham insulinga rezistentlik rivojlanishining mexanizmi mana shunga asoslangan bo'ladi. Insulinga rezistentlik rivojlanishi, ya'ni ikkinchi tip qandli diabet rivojlanishida simptomlarning yuzaga kelishi uchun yillar kerak bo'ladi. Sababi bu jarayon sekin astalik bilan boradi va bemorlarda bu insulinga rezistentlik sekin rivojlanadi va ularda qondagi qand miqdori birdaniga keskin ko'tarilmasdan yillar davomida sekin astalik bilan ko'tarilib boradi. Shuning uchun ikkinchi tip qandli diabet rivojlanishi xavf omillari mavjud hamda xavf guruhiga kiruvchi insonlarni doimiy ravishda ko'rikdan o'tkazib turish kerak bo'ladi va mana shu ko'rik o'z navbatida bemorlarda qandli diabet mavjudligini ertaroq aniqlashga va ularga ertaroq tashxis qo'yishga yordam beradi. Demak, bugungi darsimiz davomida o'rganishimiz kerak bo'lgan qandli diabetning ikkinchi tip patofiziologik mexanizmi mana shulardan iborat edi.